Türkistanlı qarindoshlar. Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda tafsiliy mazmunni diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor 5 dekabr kuni Peter Bomissahamning qonunining suhbatiga qatnashib Sharq Turkiston Xitoyning ishg'oliyati, mustamlikasi va kurash nishonini shundaqla irqiy qirg'inchiligini anglatdi. Riyosatchi insonlarning ahamiyat berishi kerak bo'lgan Uyg'urlar zodi kim deb so'rg'inida tashqi ishlar va bexatarlik ministerimiz Salih Xudoyor Uyg'urlar Xitoy tarafidan 1949 yili ishg'ol qilinib, yangi territoriya ma'nosini bildiradigan Xinjiang degan nomga ega Sharq Turkistonning asli yerli xalqi. Uyg'urlarga ahamiyat berishning lozimligining sababi bugungi kunda Uyg'urlar irqiy qirg'inchilik va etnik tozalashga duch keldi. Milyonlagan Uyg'urlar Xitoy tarafidan qayta tarbiyalash markazi deb atalgan jazo lagerlari va turmalarga qamaldi. 100 ming'anlari o'ldirildi. 25 mingdan 50 minggacha Uyg'urlar organlarini sug'urib olish maqsadining qurboni sifatida o'ldirildi. Hech bo'lmagandimi 3,5 million nupus jazo lagerlari va turmalarda yoki majburiy emgak lagerlarida Xitoyda ishlangan deb marka esilgan arzon baliq mahsulotlarni ishlab chiqaryotidi dedi. Riyosatchi Xitoyning Uyg'urlarni bostirayotganligiga qanday qaraysiz? Nima uchun Uyg'urlar nishon qilinadi? Boshqa etnik asonliqlarmi o'xshashlab bostirishga uchrayotganmi deb so'rg'inida eng qisqa qilib aytganda, buning sababi Uyg'urlar Xitoy emas. Texmo aniq konkret qilib aytganda, Sharq Turkistonning xaritasiga qaraydigan bo'lsak, Xitoy Kompartiyasi hokimiyat yurgizayotgan Xitoy Xalq Jumhuriyati territoriyasining 4/1 tashkil qiladi. Keraklik bo'lgan tabiiy gazning 40%, ko'mir zapasining 60% Sharq Turkistondan chiqadi. Sharq Turkiston Xitoyning dunyoga kengayish turi bo'lgan bir balvoq bir yo'l qurilishining ultishi. Xitoy Uyg'urlarni strategik bexatarlik tahdidi sifatida ko'rdi. Bir balvoq bir yo'l qurilishida natija qozonishga to'salg'u deb javob berdi. Solchilar Uyg'urlarga yordam qildimi deb so'rg'inida so'zda ishg'ol mustamlika qul qilishga qarshi turadiganligini aytdi. Amaliyotda Xitoyning Sharq Turkistonni mustamlika qilib olishi, irqiy qirg'inchilik yurgizishi, xalqimizning qul qilinishini ko'rmasga soldi. Solchilar Xitoyga aktiv ko'z qarashda. Xitoy bilan ideologiya va boshqa alohida nuqtalarda o'rtoqlikqa ega. Xitoyni xayrixohlik qiladi, xato ish qilmaydi deb biladi. Amaliyotda Xitoy bir jahongir, tarixdan beri ishg'ol qilish, mustamlika yurgizish bilan shug'ullandi. Xitoy yolg'iz jahongir bo'lib qolmay, zumigar jahongir. Bu Xi Jinping davrida irqiy qirg'inchilikning davomlashayotganligining sababi dedi. Uyg'urlarning qon to'kmayla egilik huquqini qo'lga keltiradigan bir dunyo bormi? Kimning qoni to'kilishi kerak yoki aqliq deb so'rg'anida Uyg'urlarning qon to'kmayla mustaqillikqa erishishi, egilik huquqini qo'lga keltirish ehtimoli oz. Tez. Asosan Amerika va boshqa davlatlarning Sovet ittifoqini o'rgitishda qilganlari talab qilinadi. Buningda belgilik darajada qon to'kilish bo'ladi. Bir necha 10 yil burun Xitoyni ojizlashtirib o'rvatsa bo'ladi. Hozirgi ahvoldan qaraganda Uyg'urlarning tinchlik bilan mustaqillikqa erishishi mumkin emasdek ko'rinadi. Tinchlik bilan irqiy qirg'inchilikni to'xtatqili bo'lmaydi. Buning tarixiy asosi yoki misolim yo'q. Agar Xitoy Tayvanni, Hindistonni ishg'ol qilib olsa, Rossiyaning shimoliga, Sibiriyaning bir qismiga kengaysa, ondan Xitoy bilan keskin to'qinish yuz bersa, agar Uyg'urlar mush fursatga erisha olsa, ondan Xitoy bilan keskin to'qinish yuz beradi. Agar Uyg'urlar mush fursatga erisha olsa, ondan Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni nima uchun jazo lagerlariga, turmalarga, qul emgak lagerlariga qamalganligi o'tirg'i chiqadi. Xitoy Amerika va boshqa davlatlar bilan to'qinishib, Uyg'urlarning yuksilib, o'zining ishg'oliyatdan chekinishiga majbur bo'lishidan ansiraydi dedi. Riyosatchi mustaqillik harakati sifatida o'zini odam bomba orqali portlatishga qanday qaraysiz deb so'rg'inida, meningcha uningga kerak yo'q. Men o'zini qo'shib portlatishga ishonmayman. Bizning dinimizda o'zini o'ldirib olish cheklangan. Yana biri tamoman ta'sirchanlikqa ega emas. Men Xitoy ishg'olchi kuchlariga qarshilik ko'rsatishga qarshi emas. Ham tarixdami Xitoy Sharq Turkistonni 1949-yili ishg'ol qilib olgandan keyinmi, jazo lagerlari va turmalarga qamagandan keyinmi Uyg'urlar bunday qilib boqmadi. Qarshilik ko'rsatish hargizmi fuqarolarni nishon qilmasligi kerak. Bizmi fuqarolarni nishon qilishni xohlamaymiz. O'zini qo'shib portlatish dinimizdami cheklangan, ham bizning ishlarimizni oyoq osti qiladi. Xitoyning bizni terrorchi deb tunutib, tutqun qilib turmaga so'lgan qilmishlarini haqliq qilib qo'ydi. Shu men bu xil usulni to'g'ri deb qaramayman deb javob berdi.
Riyosatchi g'azalliklarning qiyinchiligi bilan Uyg'urlarning qiyinchiligining qandaq bog'lanishi bor? Yana bir savol. Musulmonlarning Uyg'urlarni bostirishiga qarata sukutiga qandaq qaraysiz deb so'rganida Tashqi ishlar va bexatarlik ministerimiz Salih Xudoyor "Men bizning tortayotgan azoblarimiz bilan dunyoning boshqa yeridagi ellarning tortayotgan azoblarini selishtirishni xohlamayman. Bizning ahvolimizdan qaraganda hech kim bizdek zulm ko'rmadi. Diqqatimni boshqa to'qinishlarga markazlashtirmayman. Biz bilan aloqasi yo'q." Yana bir savolingizga kelsak, boshqa musulmon davlatlarining sukut qilishining sababi Xitoy bu davlatlarga qattiq mablag' soldi. Nurg'ulg'an musulmon davlatlari 10 milliardlarcha dollar mablag'ga ega bo'ldi. Yana biri Xitoy xalqaro sahnada Falastin davosini qo'llab, musulmonlarning sukutini qo'lga keltirdi. Oldingi hafta Xi Jinping Falastin xalqining boshqarishi kerakligini aytdi. Sharq Turkistonning o'z taqdirini o'zi belgilash masalasiga kelganda qilmishlaridan tanib oldi. Asosliq sababi Xitoyning mablag'i. Bir targ'ibot. Xitoy necha 10 yillarni sarf qilib, mustaqillik davosimizni oyoq osti qilib, shaytonlashtirishga, islom oshqunligi, jihadizm bilan bog'lashga tirishdi. G'arb dunyosiga va musulmon dunyosiga Uyg'urlar va mustaqillik ko'rishi Amerika istixborot idorasining o'yini deb tunutilib, mustaqillik ko'rishimizni g'arb davlatlari va musulmon davlatlarining qo'llashidan uzoqlashtirdi deb javob berdi. Riyosatchi haqiqatan qiziqarli. Musulmon davlatlarmi islom ideologiyasi bilan boshqarilmaydigan pulga setilgan ekan. Uyg'ur davosining Tayvan mustaqillik ko'rishi bilan nima munosabati bor deb so'rganida Tayvanning bizning mustaqillik harakatimiz bilan munosabati yo'q. Biz amaliyotda 2 dunyo urushining oxirgi mezgilida Xitoy Xalq partiyasi, ya'ni Kuomintang bilan urush qildik. Chunki bizning davlatimizni ishg'ol qilib olishga uringan. Xitoy Kompartiyasi Kuomintang bilan urushib g'alaba qilgandan keyin Sovet ittifoqining yordamida davlatimizni ishg'ol qilib olgan. Biz Tayvanning mustaqilligini, egalik huquqini qo'llaymiz. Chunki Xitoy bizning o'rtaq dushmanimiz deb javob berdi. Nima uchun Amerikalik neokonlarning musulmonlar bilan kari yo'q? Hech bo'lmaganda Uyg'urlar bilan kari yo'q deb so'rganida, menimcha neokonlarning Uyg'urlarning hayotini qutqizg'isi yo'q. Ular bizga hech qanday yordam qilmadi. Hech bo'lmaganda parlament qonun chiqarishiga kuch chiqarmadi. Biz har ikkilisidan Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilish va Sharq Turkistonni Tibetni besilingan davlat deb e'tirof qilgandek e'tirof qilishni talab qildik. Bu 1992-yildagi ish. 1997-yildan boshlab Tibet uchun Amerika alayda moslashtiruvchi bekitdi. Biz hech bo'lmaganda davlatimizning ismini ishg'olnoma bilan atmaslikni talab qildik. Xitoydan boshqasi Tibetni Xizang demaydi. Amerika va boshqa davlat hukumatlari buni qabul qildi. Bizga kelganda Amerika Xitoy Kompartiyasini etishda bizni qurbon qildi. 1959-yili Tibet bilan birga Sharq Turkistonni asr davlatlar qonuni bo'yicha asr davlatlar tizimligiga oldi. Amerikaning milliy va bexatarlik manfaati asr davlatlarning mustaqillik orzusini kafolatlantirdi. Amerika uyg'un shaklda qo'llash kerak edi dedi. Riyosatchi Amerika ko'proq qo'llayotidi deyman deb so'rganida, rost gapni deganda Amerika bizni ancha qo'llab ketmadi. Faqat og'zining uchidala qo'llaydiganligini bildirdi. Demokratlar Xitoyga inson haqlari masalasida qattiq muomala qilayotganligini aytdi. Jumhuriyatchilar davlat bexatarligida qattiq turadiganligini aytdi. Ikkala taraf faqat og'zining uchidala deydi. Amaliyotda ahamiyatli harakat qo'llanmaydi. Amerika hukumati 2021-yil yanvardan e'tiboran Xitoyning Sharq Turkistonda qilayotgan qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan bo'lsa-mu, Xitoy bilan savdo tijoratni normal davomlashtirib kelyotdi. Qat'iy pozitsiya tutmayotdi. Bizni qo'llovchi Marko Rubio hozir tashqi ishlar ministri bo'lgan bo'lsa-mu, biz uchun ozroqmi so'zlamas bo'ldi. Bizning vaziyatimiz bu. Biz hech kimdan haqiqiy yordam olmadik deb javob berdi. Riyosatchi agar Xitoy kollektiv e'tiqodinglardan voz kechsanglar bir oz mustaqillik beradiq desa qanday qilardinglar deb so'rganida Tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor mustaqillikni qo'lga keltirish maqsadimiz yolg'iz diniy e'tiqod uchun emas. Sharq Turkiston xalqi tarixdan beri har xil dinlarga ishonib kelgan. Oxirida islom dinini tanlagan. Agar diniy e'tiqod uchun bostiradigan bo'lsa, Xitoy 10 milliondan 15 millionga qadar Xitoy musulmonlarini qamagan bo'ladi. Xitoyning bizga qarata yurgizayotgan vahshiyliklarining sababi ishg'ol va mustamlika. Sharq Turkistonni davomli kontrol qilish istagi. Chunki Sharq Turkiston Xitoyning O'rta Osiyo, Janubiy Osiyo va G'arbga kengayishida muhim rol o'ynaydi, dedi. Riyosatchi Marko Rubioga o'xshash Amerika siyosatchilarining mustaqillik ko'rishinglarni qo'llashga e'tibor bermayotganligiga qanday qaraysiz deb so'rganida Tashqi ishlar va bexatarlik ministerimiz Salih Xudoyor
ular pragmatik, ya'ni amaliyatchanlikni asos qilib o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Ular Xitoy imperializmining asosiy mohiyatini tushunmaydi. Amerika Nixondan keyin xato qilgan. Ular Xitoyga mablag' solsak, bizdek bo'ladi deb qolgan. Amaliyotda dal ta'tursi Xitoy texmi zolimlashdi va bu xil modelini sirtqa eksport qildi. Amaliyotda ular Xitoyga qarshi urush ochadi. Amerika cheksiz urushning ichida qoladi. Amerika nadonlarcha biz ishlarga aralashyapsak, keyin hamma narsa o'zgaradi deb o'ylaydi. Lekin ko'p taraflama hamkorlik davlatning chet el siyosatiga ta'sir ko'rsatishda cho'ng rol o'ynaydi. Oxirida davlat bexatarligi, egilik huquqi va erkinlikni qisqa vaqtlik Xitoydan qozonimlarga tegishib etamiz. Xitoy texnik mablag'dan foydalanib, g'arbdan o'g'irlab, o'zini kuchlantirib, g'arb shirkatlarini va bozorlarini tamoman ziyonga uchirtdi deb javob berdi. Riyosatchi ilgari men Tayvan haqida Xitoy Kompartiyasidan kishilarni oshkora suhbatga chaqirgan edim. Hech kim suhbatga kelmadi. Ular inglizcha so'zlashi kerak edi, chunki men xitoycha so'zlay olmayman. Siz bu ahvolga qanday qaraysiz deb so'raganida Tashqi ishlar va bexatarlik ministerimiz Salih Xudoyor ular balki haqiqatdan qo'rqqandi. Chunki ishg'ol irqiy qirg'inchilikni oqlagan tashviqotlari tezla tarqaladi. Ular xirisqa duch kelishdan ansirgan bo'lishi mumkin, dedi. Riyosatchi, men uni to'g'ri deb qaramayman. Yolg'on so'zlagandan rostchil bo'lishi kerak edi, sizga o'xshash. Mening shuni oydinlashtirgan bor. Insonlar nima uchun Falastinga shuncha ahamiyat berdi-yu, Uyg'urlarga kelganda sukut qiladi deb so'raganida Tashqi ishlar va bexatarlik ministerimiz Salih Xudoyor chunki birinchisi Falastin davosini qo'llash va Falastin qiyinchiligini ta'kidlash uchun nurg'un pul chiqim qilinadi, dedi. Nima uchun Uyg'urlar uchun pul chiqim qilinmaydi deganida bizning iqtisodiy kuchimiz yo'q. Xitoy kuchlik. Hech kim Xitoyni xap qilib qo'yishni xohlamaydi. Har kimning Xitoy bilan tijorati bor. Bizga yordam berishdan manfaatga erishmaydi. Musulmonlarning ichida eng qattiq qirg'inchilikqa uchrayotgan biz. Hatto qandosh qarindoshlarimiz bo'lgan izilganlarning yanida turimiz deydigan Turkiyami Falastin masalasini davomli o'tirg'i qo'ydi. Xitoyning bizga irqiy qirg'inchilik yurgizishiga qulaylik yaratib berdi. Chunki Xitoy Turkiyaga necha 10 milliard dollar mablag' soldi, dedi. Riyosatchi, mening atrofimdagi mutaxassislarga qiyoslaganda aytganlaringiz to'g'ri. Mening qisman farzim Yahudilarning bu ishning ichida bo'lmaganligining sababidirmi? Chunki Yahudi bo'lmagan yerda yangilik xabar yo'q deganida Tashqi ishlar va bexatarlik ministerimiz Salih Xudoyor u masalaning bir parchasi emas. Men toza bilib ketmayman, dedi. Riyosatchi Uyg'ur davosining asosliq tashqi siyosat nishoni qanday bo'ladi deb so'raganida bizning tashqi siyosat nishonimiz Xitoyning Sharq Turkistonda ishlayotgan jinoyat sababli mas'uliyatini surishti qilish, badalini to'latish. Mayli turk qarindoshlarimiz bo'lsin, mayli musulmon qarindoshlarimiz bo'lsin, irqiy qirg'inchilikdan foyda olish badaliga bizni sotdi. Bizning g'arbdagi davlatlar bilan do'stona munosabatimiz bor. Garchi Xitoydan foyda olayotgan yoki dushmanlarcha yiqilishayotgan bo'lsa-mu, bizni sotmadi deb javob berdi. Riyosatchi keyingi qadamdagi harakatlar qanday bo'ladi? Normal insonlar sizlarga qanday yordam bersa bo'ladi deb so'raganida Tashqi ishlar va bexatarlik ministerimiz Salih Xudoyor Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikning yuz berayotganligini har kim biladi, ammo to'g'ri bo'lmagan qarash mavjud. Ya'ni Xitoy musulmonlarga irqiy qirg'inchilik yurgizyapti deb o'ylaydi. Biz Xitoy emas, Xitoylar bilan irqlashmaymiz. Biz Osiyoliklar emas, biz Indo-Yevropa irqiga tava. Xitoy bilan kimlik yoki kultural til bog'lanishimiz yo'q. Dunyo bu krizisning sababining Xitoyning mustamlika yurgizish, Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olishdan iborat ekanligini bilishi kerak. Tarixdagi barliq mustamlika ishg'ol va irqiy qirg'inchilik qilmishlari ayblandi va xalqlari mustaqillikka erishdi. Bizga shundoq bo'lishi lozim. 21-asrda Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik, mustamlika qilib olish, ishg'oliyat, insoniyatga qarshi jinoyatning sodir bo'layotganligini, barliq xalqning qul qilinayotganligini bilish lozim. Bularning hammasi xalqaroning barliq qonunlariga xilof. Ular boshqa da'volarni qo'llaydi. Agar ular irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishda samimiy bo'lsa, Xitoyni chekindirdi. Ammo hech kim samimiy emas. Bunisi aniq. Ular 76 yildan beri Xitoyga yordam qildi. İnsan haqlari dafsanchilikni ayiblaydi. Isroilmi aybladi. Ammo Kosovo bilan Albaniyaning sirtidagi musulmon davlatlari ayblamadi, dedi. Siz bexatarligingizdan andish qilamsiz. Xitoy biror dushmanni avatib, jiningizni elishidan andish qilamsiz deb so'raganida, men Amerika fuqarosi, menga xatarlik bir ishning bo'lishini o'ylab boqmadim. Amerika hukumati meni obdan taniydi. Bundaq ahmoqona ishlarning bo'lganligini xiyolimga keltirib boqmadim.
Мен bir peshkal ular uchun. Manga tahdid qilmoqchi bo'lishidi. Meni Amerika istihborot idorasining xodimi, sionist, terrorist deyish orqali shaytonlashtirishga, manga qarshi qonun ijro qilishga urinadi. Meni Xitoyga tahdid deyishidi. Harakatlarim qarshilikqa uchraydi. Har 6 oyda bir qatam jihozlarimni almashtiraman. Bu sahnada men bir parakandichi odam. Amerika va boshqa kuchlar Sharq Turkiston davosini rasmiy qo'llaganda ondan bir dushmanni avatishi mumkin deb javob berdi. Undaq bo'lmasligini umid qilaman. Keyingi qadamda nima ishlarni qilasiz deb so'raganida biz izchil kurash qilamiz. Voz kechish mag'lubiyatning eng tez usuli. Biri Xitoy urushga tayyorlanyotdi, yana biri Xitoy O'rta va Janubiy Osiyo, G'arbga kengayotdi. G'alaba qozonish uchun Xitoy bizni yo'q qilishga muhtoj. Biz Xitoyning sadichin sepilidan olqib kengayishini to'saydigan bir to'saq. Tarixda Xitoy xalqimizning qarshiligini to'sish uchun sadichin sepilini so'qqan. Sharq Turkiston abadiy yiqilsa, Xitoy G'arbga xotirjam kengaydi. Sharq Turkiston bir balvoq bir yo'l qurilishining strategik nuqtasi. Bizning chegaralanadigan O'rta Osiyodagi qarindosh davlatlarning Hindistonning manfaatimi, Amerika va Tayvanning manfaatimi Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'g'dashda. Biz davlatimizni tortib olgan Xitoy Kompartiyasi, Xitoy raisi Shi Jinping va uning o'xshash kattabashlarning insoniyatga qarshi jinoyati va irqiy qirg'inchilik jinoyati ustidan xalqaro sudga da'vo ochdik. Dunyo rahbarlari va hukumatlar Xitoyni xalqaro sudda jazolashi, ayblashi kerak. Ammo buni hech kim tilga olmaydi ham hech qaysi qilmaydi deb javob berdi. Ibn Sina mundaq bir mashhur tajriba ishlaydi. U ikki sog'lom qo'yni ayrim-ayrim ikki qo'tonga so'laydi. Ularga yaqin qilib yana bir qo'tonga bir bo'rini so'laydi. Bu ikki qo'yning faqat birila bu bo'rini ko'ra oladi. Bu ikki qo'yga o'xshash yem-xashak beriladi. Ularning eg'irligimi dastlabida o'xshash keladi. Ammo bir necha oy o'tgandan keyin bo'rini ko'rib turadigan qo'y oromsizlashadi, o'riqlab ketadi. Tadrijiy ojizlashadi va kun sayin zaiflashadi. Bu qo'y uzun muddatlik stress ostida qoladi va har qanday idroklangan xatarga uchrab turadi. Shunday qilib u oxiri o'lib ketadi. Amaliyotda bo'ri uningga hech qanday tahdid solmaydi, ammo qo'y buni tushunmaydi. Bu tajriba odamni hayron qoldiradigan natijaga erishadi. Bo'lib, ming yillar ilgari Ibn Sina uzun muddatlik stress bilan qo'rqinchning jonliqning metabolizmiga qanchalik salbiy ta'sir ko'rsatganligini bayqaydi. Uning bu tajribasi bizga hali ham ahamiyatli. O'zining dushmanidan har vaqt qo'rqib yashash odamni bosh oxiri chiqmas stressga soladi. Tenini zaiflashtirdi, metabolizmni qalayimqonlashtirdi va zehnini qardan chiqardi. Qo'rqinchoq odam uchun dushmanining yoki ko'rib turayotgan tahdidining o'zila emas, balki uning soyasimi u qadar qo'rqinchli bilinadi. Qo'rqqan sari hamma narsa ko'ziga qo'sh ko'rinib, ichidan tugishib ketadi. Tahdid hamma yerda bor. Gap uningga qandoq taqobil turishni bilishdi. Ko'p hollarda dushmaniga nafrat qilish va uni mansitmaslik, ammo tayyorlikda bo'lish uning qo'rqinchni pasaytishga va stressni azaytishga foydali. Yana biri tahdidga tahdid qaytara olish psixik tanglikni saqlashdan muhim. Kallaga o'rnashib olgan dushman obrazi ba'zida sirtdagi haqiqiy dushmandan vayron qilg'ich bo'ladi. O vaqtda bu jonliqning dushmani ikki bo'ladi. Biri sirtdagi dushman, yana biri uning kalladagi surlik obrazini to'xtamasdan ayon qilib, o'zini qo'rqitib turgan va dushmaniga qo'rqitib bergan kalla. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Cumhur raisi doktor Mantimin A'la apandining yozmalaridan elindi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatim programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.